Ayni vaqtda biz ushbu tibbiy nuqtani ko'zdan kechirmoqdamiz. Urush oqibatida G'azo sektoridagi deyarli barcha shifoxonalar xizmat ko'rsatishga yaroqsiz holatga kelib qolgan. Mintaqada turli yuqumli kasalliklar, hasharotlar va kemiruvchilar keng tarqalayotgan bir paytda bugun 2026-yil 3-may yakshanba kuni aholilarga bepul tibbiy xizmatni taqdim etmoqdamiz. Bu loyiha Saxovatli qo'llar xayriya tashkilotidagi birodarlarimizning yordamlari bilan G'azo aholisiga yordam berish maqsadida amalga oshirilmoqda. Hozir ushbu tibbiy nuqtada ko'rsatilayotgan xizmatlar bilan tanishamiz. Bu yer hamshiralik xizmati bo'limi bo'lib, G'azodagi bemorlarga yordam ko'rsatmoqda. Endi dorixona bo'limiga o'tamiz. Shifoxonalar G'azo aholisi uchun dori-darmon yetkazib berishga ojiz bo'lib qolgan bir paytda, chegaralar yopilib, dori vositalari kirishi to'xtagan sharoitda bu xizmat juda muhim. Endi bolalar bo'limiga o'tamiz. Bu yer bolalar poliklinikasi bo'limi. G'azo bolalari orasida kasalliklar keng tarqalgan, shifoxonalar esa ularga yetarli yordam ko'rsata olmayapti. G'azodagi ko'plab oilalar hatto eng oddiy tibbiy ehtiyojlarini ham qondira olmayotgan bir paytda biz ushbu tibbiy kunni tashkil etdik va aholilarga turli ko'rinishda tibbiy xizmatlarni taqdim etmoqdamiz. Alloh taolo saxovatli qo'llardagi birodarlarimizni bu yordamlari uchun o'zi mukofotlasin. Allohdan so'raymizki, ularning ajrini bir necha barobar qilib yozsin va doimo G'azo ahliga yordam berishda davom etinglar. وتمسك بالنور ولا تخسر صبرا وعد الله حق والقلب بالصبر ينتصر لو ضاقت الدنيا يوما اذكر لست وحدك أبدا ربك أقرب من خوفك وقوى من كل المحن الكل صبرا يا قلبي صبر كلها وخليها